Oilada sizlarda ham byudjet tanqisligi bo'ladimi? Bizada juda ham ko'p bo'ladi. Topadigan summamizdan xarajatlarimiz ko'proq bo'lib chiqib ketadi. Hammamiz oilamizga Allohim baraka bersin, lekin topayotgan pulimizdan ko'ra rasxodlarimiz juda ham ko'p. Bog'cha puli, kommunal to'lovlar, oylik rasxodlar, undan tashqari bolalarning kiyimi. Ayniqsa ko'p bolali oilalarda kiyim muammosi xuddi biznikidek juda ham ko'p bo'ladi. Menda ham kiyim muammosi har doim bog'chaga borganda nima kiyadi, bog'chaning ichida nima kiyadi. Har doim shu magazindan kiyim olaman. Baraka topishsa narxlari juda ham arzon hamda sifatli. MKT'si ikkita filial bor. Birinchisi uyim oldida, Parkentskiy bozorini to'g'risida, Yashnobod rayoni. Ikkinchisi esa Alayskiy tarafda, ya'ni Minor metro tomonda. Pulimni ekonom qilib, 3 ta bolamga 3 ta tapochka oldim. Bittadan, 4 tadan kiyimlar oldim. Har biriga 4 tadan. Birinchisini sizlarga ko'rsataman. Shunaqa print, Diva Kids brendini shunaqa print kiyimini oldim. 3 ta bolamga bir xil qilib oldim. Uchalasi ham menda o'g'il bola bo'lgan. Muslina va dvoyka oldim. Uchala o'g'limga bir xil qilib, ikkita o'g'lim bog'chaga kiyib ketishdi. Kichkintoyim bilan biza endi bugun kiyib ko'ramiz ularni. Bog'chada kiyishga pijama, uyda kiyishga pijama, har xil ichki kiyimlar hammasini bir sidra qilib oldik. Eng arzon sifatli kiyimlar faqat MKT'sda bor.